Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi mijozimiz Turkiston Avenue loyihasidan muddatli to'lovga xonadon xarid qildilar. Ra'noxon singlimiz qutlug' bo'lsin. Xayrli bo'lsin shartnomasi. Narxlar ma'qulmi? Joylashuvlar Ma'qul, rahmat. qanaqa asosida oldingiz hozir? Bosh to'lovsiz oldim, muddatli to'lovga. Yaxshimi? Ma'qulmi narxlari? Rahmat, xursandmiz. 3 yil muddatli to'lovga xonadon xarid qildilar singlimiz. Xayrli bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Sizga bonuslarimiz bor. Turkiston mebellaridan 5% vaucherimiz, borib mebellar tanlab ham chegirma asosida olsangiz bo'ladi. Allight kompaniyasidan ham remontingizga elektr jihozlarini shundan olsangiz bo'ladi. Orqada telefonlari bor. Chegirma asosida. Me'mor magazinidan ham katta chegirmali vaucherlar bor. Ichida uyingiz remontiga bemalol ishlatadigan narsalar olsangiz bo'ladi. Chegirma asosida. Domstroydan ham katta chegirmalari bor. Dizayn va magazinlaridagi narsalariga chegirma bor, olsangiz bo'ladi va bizning kompaniyamiz nomidan ham oz bo'lsa podarkasi. Qutlug' bo'lsin, xayrli bo'lsin. Rahmat, katta Alloh razı olsun. Rahmat, sog' bo'ling. Qolgan mijozlarimizni ham sotuv ofislarimizda kutib qolamiz. Kelib muddatli to'lovga xonadon xarid qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.